O'zbekistonda o'zbeklar kirmaydigan joylar bor, bilasizlar? Mana misol Andijonda Navro'z Mall bor. Mana shunaqa sumlarda o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Chunki men Andijonda Navro'z Mallda men bitta ham andijonlik ko'rmaganman. Chunki hech qachon Navro'z Mallda aylanib yurib eshitmadim-da. Aka qizilchimiz, joniga bu narxini qarang. Bu pulga yana bola antilop beradi. Kalla ishlatingchi, tushib bering degan odamni ko'rmadim. Men hayron qoldim. Opa, bu narxlar qimmat, kim oladi desam, shunaqa insonlar bor. Puliga o'ranishmaydi, to'g'risi. Hamma ham sizga o'xshagan emas deb qo'yapti. Bir oydan keyin yopilib ketdi, hovlisi ustida yayma ko'la sotib o'tirgan ekanlar, ko'prik ustida. Osma ko'prikda. Yetib ketsanlar deb qo'ydim, to'g'risi. O'zbeklar bor olaveradigan. O'zbek bo'lsa olmaydi pulga. Menimcha Alisher Usmonov ham 3,5 million so'mlik futbolkani kiyib olib, "Ani yarashyapti menga" deb so'rab qo'ysa kerak deyman, to'g'risi. Diskotekalarda ham o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Bilasizlarmi? Zimga tushib yurgan bola fukkogacha. Dadangga eshitganmi fukko Anjanim ayam degan qo'shiqqa tush kiribman misol. Hadi